24 bab. Parvardigor Musoga: Sen Harun, Nadab, Abihu ve İsrail aksakallarından 70 kişini elip, bu taqqa chiqib, birlikte yiroqdan manga sajda qil. Mening oldimga bo'lsa, yolg'iz o'zingni ke. Boshqalar yaqin kelmasin. Xaloyiqmi sen bilan taqqa chiqmasin, dedi. Musa tağdan tushgandan keyin xaloyiqqa Parvardigorning hamma amrlari va qonunlarini bayon qildi. Bütün xaloyiq Parvardigorning bütün amrlariga cho'qim amal qilamiz deb bir og'izdan javob qaytarishdi. Musa Parvardigorning bütün amrlarini xotirlab oldi. Etsi etgandila u tog' bag'rida bir qurbonlik supisi yasidi hamda 12 toshni tiklidi. Her bir tosh İsraillarning 12 qabilasining biriga vakillik qiladi. Ondan keyin Musa bir muncha yoshlarni Parvardigorga ko'ydirma qurbonlik va omonlik qurbonligi sifatida erkak mo'zaylarni qurbonlik qilishga avatdi. Musa malning qinining yerimini javurga elib qo'yib, yerimini qurbonlik supisiga chashdi. Ondan keyin ahdi nomini qo'liga elib, xaloyiqqa yuqori ovoz bilan o'qib berdi. Xaloyiq: Biz cho'qim Parvardigorga itoat qilib, uning degini bo'yicha ish ko'ramiz, deyishdi. Shuning bilan Musa javurdagi qonni xaloyiqning uchisiga sepib, bu qon ahdi qinidir. Parvardigorning o'z so'zlari orqali sizlar bilan tuzgan ahdisining asosidir, dedi. Musa, Harun, Nadab, Abihu ve İsrail aksakallarından 70 kişi taqqa chiqishdi. Ular İsraillar itqat qilib kelgan Xudoni ko'rdi. Uning oyog'i ostida osmonga o'xshash süp-süzük ko'k yoqut poyandoz bor edi. İsrail aksakallari Xudoni ko'simu, Xudo ularga hech qanday ziyon yetkazmadi. Shundoq qilib, ular g'izalandi. Parvardigor Musoga: Sen tog'ning cho'qqisiga chiqib, mening yenimga kel. Xalqni tarbiyalash uchun men bütün qonun ve perizlerini yazgan 2 taş taxtini sana topshiraman, dedi. Musa ve onun yardımcısı Yashu qo'zg'ilib, muqaddas taqqa yuqorilab chiqdi. Menish oldida Musa İsrail aqsoqollarga: Biz qaytib kelguncha sizlar bu yerda bizni kutib turinglar. Harun bilan Hur sening yeninglarda qoladi. Birer talash tortish chiqsa, ularning oldiga berib hal qilinglar, dedi. Bunun bilan Musa Sinay tegi cho'qqisiga chiqdi. Bu vaqtda tog'ni bulut qoplab oldi. Parvardigorning parlaq nuri taqqa tushdi. 6 kungacha tog'ni bulut qoplabdi. 7-kuni Parvardigor bulut orasidan Musoni chaqirdi. Bu parlaq nur boshqa İsraillarga bo'lsa, go'yo dahshatli ko'yayotgan o'tdek ko'rindi. Musa bulutning ichiga kirib, u yerda 40 kecha kunduz turdi.